O'tgan saatda ehrom masalasini gapirgandik. O'shanda ehromda ayrim ishlar taqiqlanadi deb ta'kidlagandik. Ya'ni mahzurotul ehrom deydi buni. Ehromda taqiqlangan ishlar. Ehromda taqiqlangan ishlar haqida kitoblarda juda batafsil ma'lumotlar berilgan. Men hozir bir qisqacha o'sha sizga ham yengil bo'lishi uchun siz uchrashingiz mumkin bo'lgan holatlar bo'yicha aytaman. Agar kimda imkoniyat bo'lsa batafsil bilish uchun mo'tabar kitoblarga men tavsiya qilardim. Anvarul Manosik kitobida ehrom holati bo'yicha taqiqlangan ishlar batafsil yozilgan, shundan ma'lumot olsangiz. Endi yangi o'rganayotganlar uchun qisqacha ma'lumot sifatida izhor qilamiz. Birinchi ehromda taqiqlangan ish bu xushbo'ylanish. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ehrom holatiga kirdimi, xushbo'y ishlatish mumkin emas. Nima narsa o'zidan xushbo'ylik taratadigan bo'lsa, o'sha narsani ehromda ishlatish mumkin emas. Agar ishlatib qo'ysangiz, ishlatgan miqdoringizga yarasha jarima, kafforat to'lashingiz shart bo'ladi. Bu kafforatni Alloh joriy qilgan. Ro'zani buzib qo'ysangiz, qasddan ochib qo'ysangiz, uni kafforati bor. Uni kimdir joriy qilgan emas, Alloh joriy qilgan. Xuddi shunday ehromni ham jarimasini, kafforatini Alloh joriy qilgan. Shuning uchun mana shu jarimalarga o'sha to'lashingiz, kafforatini o'tashingiz sizga shart va zarur bo'lib qoladi. Siz biror ish, ehromda taqiqlangan ishni qilsangiz, uni jarimasi qanday ekanligini agar imkoniyatingiz bo'lsa kitobdan o'qing yoki bilimli insondan so'rang. Misol uchun xushbo'y ishlatish mumkin emas. O'sha xushbo'y ishlatsangiz bir so bug'doy sadaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bir so 3,18 kilogramm o'sha miqdorda o'sha bug'doyni o'zini yoki qiymatini Makka ahliga sadaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Agar kattaroq o'sha a'zolaringizga xushbo'ylik teggan bo'lsa, unda bir qo'y, bir qurbonlik qilishingiz kerak bo'ladi. Buni ham Makka ahliga qilinadi. Mushku ambar bo'ladimi, duxi, adikalan, xushbo'y sovunlar, zubni pastalar, shampunlar, ya'ni xushbo'ylik bersa, o'sha narsadan foydalanishingiz mumkin emas. Ehrom holatida. Ehromdan oldin yoki ehromdan chiqqandan keyin bemalol foydalanishingiz mumkin. Hech qanday zarari yo'q. Lekin ehromga kirdingizmi, to umrani ado qilib, tavof, say, soch oldirib, ehromdan chiqqaningizcha mana shu xushbo'ylik ishlatishingiz mumkin emas. Birinchisi. Ikkinchisi, badandagi soch, soqol, tozalanadigan boshqa tuklarni olish mumkin emas. Olsangiz, olgan miqdoringizga yarasha jarima to'lashingiz kerak. Buni o'sha imomingizdan yoki bir olimdan yoki ellikboshingizdan so'raysiz. Undan keyin xotin o'sha aloqalari bo'ladi, ya'ni jinsiy aloqa mumkin emas. Mana shuni qilsa, unda bir badana vojib bo'ladi. Bularning umrasi yoki haji fosid bo'ladi. Qaytadan chiqib, umra uchun ehrom bog'lab kelishlari shart va zarur bo'ladi. Undan keyingisi, erkak kishilar uchun tikilgan kiyimlar kiyish mumkin emas. Boshini bostirish mumkin emas. Oyog'iga yopiq turadigan, to'piqlari yopiq bo'ladigan kiyimlar kiyish mumkin emas. Ichkarida kiyim bo'lishi mumkin emas. Agar o'shanday bo'lsa, tikilgan kiyim kiysa, kiygan muddatiga yarasha jarima to'lashi kerak bo'ladi. Undan keyin ayollar yuzini bostirishi, niqob taqishi mumkin emas. Agar yuzga tegmaydigan bir holatda bo'lsa, unda mumkin bo'ladi, boshqa holatda mumkin emas. Undan keyin o'sha ehromda ham ehromdan chiqqandan keyin Makkada ham Madinada ham haram hududida
u yerni nabototiga, ya'ni o'simlik olamiga va hayvonotiga zarar yetkazish mumkin emas. Mana shu ishlarni qilsangiz, ihrom holatida jinoyat qilgan bo'lasiz va bu jinoyatingiz uchun kafforat vojib bo'ladi. Bu kafforatni Makka ahliga to'lashligingiz shart va zarur bo'ladi. Undan boshqa yana ko'plab masalalar bor. Sizni chalg'itib, sizga tushunarsiz bo'lmasligi uchun mana shular bilan kifoyalanamiz. Qolgan holatlar bo'yicha o'sha nimalardan, ustozlardan yoki kitoblardan qarashingiz shart bo'ladi. Hayizli, ya'ni odat holatidagi ayollar, bular maxsus o'sha ihromga kirishdagi rioya qilish kerak bo'lgan nimalarni ustozlardan albatta so'rashi kerak bo'ladi. Agar ilmli bo'lsa, unda muammo yo'q. Agar ilmsiz, ya'ni chuqur ma'lumotga ega bo'lmasa, albatta va albatta bir ustozdan, bilga insondan albatta so'rang. Chunki u holatda rioya qilinishi kerak bo'lgan yana qo'shimcha shartlar paydo bo'ladi. Siz haram, Masjidul Haram ichiga kira olmaysiz. Kirsangiz o'sha gunohkor bo'lasiz. Undan keyin tavof qila olmaysiz. Shundan boshqa ishlarni qilib tursangiz bo'ladi. Xo'p, mana shu narsalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Eng asosiy bir nuqta bor, o'shani orqaga surib turibman. Bu janjal qilishlik. Haqni har qanday holatda, har qanday joyda, har qanday vaqtda talab qilish hammani haqqi hisoblanadi. Lekin mana shu haqni talab qilishda chegarani buzmaslik kerak. Janjal qilib, jadalga minib, baqirib, chaqirib, urushib, janjallashsangiz, buni kafforati yo'q. Lekin butun savoblaringiz habata bo'lib havoga uchadi. Shuning uchun imkon qadar ihrom holatida sabrli, bag'ri keng bo'ling, dunyo qarashingizni kengroq qiling. Siz bilan o'sha vaqtda shayton vasvasa qilib o'ynashayotganini esdan chiqarmang va albatta mana shu imtihondan yuzimizni oqi bilan o'tishga harakat qiling.